aniq ayta olmayman, ayol zoti bo'lsangiz, agar shu gaplarni bittasini bo'lsa ham umringizda eshitib ko'rgansiz. To'y qachon endi? To'yingiz bo'lgandan keyin yangilik qachon bo'ladi deb har kuni bir marta bo'lsa ham kimdir savol bergan. To'yingiz ham o'tdi, farzandli ham bo'ldingiz. Endi shunda qutulamanmi desangiz, yo'q, ana endi hayot boshlandi. Ikkinchisiga endi qachon harakat? Xuddi shu savollarni hozir men ham eshitaman, lekin men hali beriniyatim yo'q. Shuning uchun qizim Lukasini sotib yubormoqchi bo'ldim. Lekin Olexdan sotaman deb Olexga qo'yganimda yana 2-3 martalab moshenniklarga uchradim. Ko'rgan bo'lsanglar, moshenniklar hozir Telegramdan yozib yuboring deb pullaringizni pulni shilib olishga harakat qilishyapti. Keyin nima qilsam ekan deb siqilib turdim. Keyin Instagramda esimga tushib qoldi, shunaqa kanal bor edi, sotsa bo'ladi ekan. Shunda poiskga kirib, "Kupi" deb yozsangiz, uje chiqib keladi. Voy, ana esimda ekan deb ko'rib xursand bo'lib ketib, yana yo'qotib qo'ymaydi, podpiska tashlab qo'ydim-da. Keyin polni ko'rib chiqdim, qarasam, hamma narsa sotishga qo'yilgan ekan. Uyingizda nima bor bo'lsa, hamma narsani sotsangiz bo'lar ekan. Agar sizlarga ham shunaqa xizmatda kerak bo'lsa, bemalol shu akkauntga murojaat qilsanglar bo'ladi.